Qizim. Voy o'lay, tinchlikmi? Kel. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Ke o'tir bolam, o'tir. Voy bolam, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qaynonam ketsin debdi. O'g'lini boshqasiga uylantirar ekan. Mayli. Uylantirsin. Marhamat uylantirsin. Ko'ramiz o'g'li nimani qoyillatar ekan. Oyi, bekor keldimmi? Nimaga unaqa deysan bolam? Nega unaqa deysan? Peshonang qursin qizim. 6 yildan beri Allohim farzand bermay seni sinadi. Oyi, oilamni saqlab qola olmaymanmi? Ering nima dedi? Ket dedi. Lekin unga onasi o'rgatgan. Agar ketmasam ko'zini ochirmasdi. Ha, bolam. Ering ket degandan keyin ketasan-da. Ering sevdi, eling sevdi degan gap bor. Lekin sen na eringga, na qaynonangga ma'qul tushding. Nima qildingiz siz oyi? Bolam, ayb senda emas. Ayb menda. Seni majburlab shularga turmushga uzatgan menman. Taqdirim shu ekan. Siz aybdormasiz. Mayli qizim. O'ylama, siqilma. Bir gap bo'lar. Suv bir loyqalanib tinadi. Bilmadim oyi, bilmadim. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylama qizim. Hozir choy qo'yay. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi aka? Rahmat. Kecha telefon qilsam javob bermadingiz. Yo nima qo'rqdingizmi? Nimadan qo'rqaman?